O'zbekiston energetika sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgan bir paytda tizimli faoliyat yuritayotgan yosh kadrlarning o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ularning bilim va salohiyatidan samarali foydalanish, shuningdek, taklif va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov yosh xodimlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida vazir sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi investitsiya loyihalari hamda energetika tizimini modernizatsiya qilish borasidagi ustuvor vazifalar haqida so'z yuritdi. Shuningdek, yosh kadrlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularni innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish muhimligi alohida ta'kidlandi. Yosh xodimlar tomonidan o'zlarini qiziqtirgan savollar, taklif va tashabbuslar bildirildi. Ular ish jarayonida uchrayotgan muammolar, kasbiy rivojlanish imkoniyatlari hamda xalqaro tajribani o'rganish masalalari yuzasidan fikr almashdilar. Vazir bilan uchrashuvda men energetika sohasida o'sha ish olib boruvchi yosh mutaxassis sifatida qatnashdim va o'zim qiziqtirgan savollarga yetarlicha javob oldim. Sohada olib borilayotgan ishlar, energetika tizimini samaradorligini, ishonchliligini oshirish bo'yicha kelajakda rejalashtirilgan va hozirgi kunda amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan fikr almashildi. Bugungi uchrashuv menimcha har bir yoshlar o'ziga yarasha bir ma'naviy ozuqa, ham ish samaradorligini oshirish, bundan tashqari yoshlarni bo'sh vaqtini samarali o'tkazishga ancha turtki bo'ldi. Vazir har bir taklif va murojaatni diqqat bilan tinglab, ularni amaliy jihatdan ko'rib chiqish bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berdi. Shuningdek, yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ular uchun qulay mehnat sharoitlarini yaratish va rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligi qayd etildi. O'zbekistonning yosh xodimi, yoshlar sifatida aytamanki, bizga yaratiladigan har qanday qulayliklar, yangi imkoniyatlar bizni yanada ruhlantiradi va ishga bo'lgan ishtiyoqimizni oshiradi. Bugungi taklifim o'zi yaratilgan imkoniyatlardan masalan yana ham kengroq yaratilishi, masalan kengroq ko'lamda qo'shimcha imkoniyatlar yaratilishini so'ragandim. Masalan qishloq xo'jaligida energetika sohasida quyosh panellari o'rnatilishida masalan qo'shimcha imtiyozlar yaratilsa, quyosh panelli tizimni rivojlanishi jadallashgan bo'lardi. Uchrashuv ochiq va samimiy muloqot ruhida o'tib, yosh mutaxassislarning soha rivojiga qo'shayotgan hissasi yuqori baholandi. Yosh xodimlarni xorijda malaka oshirishga yuborish borasida ham so'z yuritildi. Uchrashuv yakunida bir guruh faol, tashabbuskor yosh xodimlarga vazirning tashakkurnomasi va esdalik sovg'alari topshirildi.